qarz beruvchi odam bermaydi o'zi aslida. U odamni nima uchun pul berayotganligini ham xabardor qilib berishligimiz bu azizlar to'g'ri bo'ladi. Kim bizni aldasa, u bizdan emas. Makr va aldov egasi do'zaxdadir deb Rasul akram alayhissalom Imom Tabaroniy rivoyati bilan marhamat qilganlar. Ya'ni musulmonni aldasa bizdan emas deyaptilar. Aldovni chiqarishimiz kerak. Aldov bilan yurgan odam qachongacha aldaydi? Qachongacha aldaydi? Odamlar orasida shunaqa odam o'zi ta'rifi chiqib ketadi. Birovdan qarz olib bermay yurgan odam o'zi tanilib ham ketadi. Odamning o'zi kimligi mana shu oldi berdida bilinadi. Xilokor inson jannatga kirmaydi deganlar boshqa hadisda. Alloh bunday holatdan o'zi asrasin. Xiyla bilan odamlarni pulini olib, nayrang qilib aldab, o'sha narsani bermay yurganlar, shunaqa odamlar Allohdan qo'rqish kerak. Allohning huzuriga nima deb javob beradi shunaqa odamlar?